Xitoy hukumati raisi Xi Jinpingning sobiq atalmış Uyg'ur avtonom rayoning qo'rchoq raisi Shuhrat Zokirni Kuvaytning sobiq amiri Shayx Nawwab Al-Ahad Al-Jabirning janoza namoziga alayda vakil qilib evatgan. Kuvaytning Al-Jaziriya organ to'rining 18 dekabr xabar qilishicha, Xi Jinpingning alayda vakili sifatida bo'lgan Xitoy mamlakatli xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin boshlig'i qo'rchoq amaldori Shuhrat Zokir boshchiligidagi hay'atni Kuvaytning amiri Shayx Mash'al Al-Ahmad va Kuvayt tashqi ishlar vaziri Shayx Salim Abdullah Al-Jabir As-Sabah aerodromida 18 dekabr tushdan keyin aerodromda kutib olgan. Ko'zatchilar Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qarshi ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlari sababli yaqinqi yillardan beri xalqaro jamiyatda kuchli ta'siri va embargoga duch kelganligini, Xitoyning arab va islom allarining ko'zini bo'yash uchun butun kuchi bilan yolg'on tashviqot va hiyla-nayranglarni kuchaytirayotganligini, bu qatim Xi Jinpingning qo'rchoq amaldor Shuhrat Zokirni o'ziga alayda vakil qilib avatishimi ana shu razil maqsadning bir qismi ekanligini bildirdi. Anqara Universiteti Til, Tarix va Jo'g'rofiya fakultetining o'quvchisi professor doktor Erkin Ahmad Turkiya xalq kulturi tadqiqot organi tomonidan ta'sis qilingan Turk xalq kulturiga xizmat qilish mukofotiga erishdi. 16 dekabr Turk tarix organida 40 navbatlik Turk xalq kulturiga xizmat qilish mukofotining tarqitish murosimi o'tkazilgan bo'lib, murosimida professor doktor Erkin Ahmad qatorliq 9 to'kpikor shaxsga mukofot taqdim qilingan. Professor doktor Erkin Ahmad bu mukofotni Sharq Turkistondagi turmada Xitoy tarafidan o'ldirilgan muallimi professor Abdukarim Rahmonga atab qabul qilganligini bildirgan. Atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik intizom tekshirish va nazorat qilish komiteti organ to'rining 18 dekabrdagi xabarga qaraganda, atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti Yezigilik va Yezi xizmat komitetining sobiq muavin mudiri Farhad Ro'zi eg'ir intizomga xiloflik qilish bahonasi bilan rayonlik intizom tekshirish va nazoratchilik komiteti tomonidan nazoratga olingan. Bildirilishicha, Farhad Ro'zi 1960-yili Niyi nayisida tug'ilgan bo'lib, 1986-yili 1-oyda Xitoy Kompartiyasiga a'zo bo'lgan. Farhad Ro'zi ilgari keyin bo'lib, Xotan viloyati komitetining a'zosi, Xotan noyilik komitetining sekretari bo'lgan. 2015-yil mayda Qashqar viloyati komitetining muavin sekretari va ma'muriy komissari bo'lib ishlagan. Samsungning sobiq xizmatchilari Koreya davlatlik axborot idorasining uqtirishi bilan qo'lga olingan bo'lib, ular Xitoy safarda Samsungning DRAM texnikasini o'g'irlab, Xitoyning Chanshin ishga saqlovchi texnikasi shirkatiga sotgan. Bu vaqa texnika magnati Samsungning halqiliq DRAM texnikasining o'g'irlanishi bilan munosabatlik yana bir muhim vaqa bo'lgan. Kim va Bang ismli bu ikki jinoyat gumondori oldin haftaning 5-ida Koreya sanoat texnikasining eqib ketishining oldini olish va qo'g'dash qonuniga xiloflik qilish jinoyati bilan ayblangan. Egilishicha, Samsungning DRAM texnikasiga munosabatlik oshkorlangan uchurlarning qiymati 1 milliard 800 million dollar ekan. Xitoy bilan Rossiya iqtisodiy va energiya hamkorligini kengaytirishga qo'shilgan. Xitoy taratqullarining xabariga qaraganda, 28-navbatlik Xitoy Rossiya hukumat boshliqlari yig'iniga Xitoy bosh ministri Li Qiang va Rossiya bosh ministri Mikhail Mishustin birlikda riyosatchilik qilgan. Yig'indan keyin ikki davlat o'rtasida tambojni kontrol qilish, karantin qilish, bozorni tangshash va boshqa sohalarda kelishimlar imzolangan. 27 oktyabrdan buyon Berma armiyasiga qarshi harakatini davomlashtirgan qurolli guruhlarning Xitoyga tutishadigan chegara darvozasini egilib olganligi o'tirg'a qo'yildi. Birlashma agentlik bilan suhbatlashgan rayondagi aholilar Berma Milliy Demokratik Ittifoq armiyasi deb atalgan qurolli qismlarning 18 dekabr armiya qo'llagan xalq askarlarining qurol tashlashi natijasida chegara darvozasini kontrol qilganligi bildirilgan. Türkiye Sanoat ve Texnika Ministri Muhammad Fatih Kaçır, Türkiye'nin Xitoy markalarına sanoatga mablag' silish jihatda zo'r fursat yaratib berayotganligini ko'rsatib,
Türkiye Tamojna ittifoqining a'zosi bo'lish sifati bilan Xitoy markalarining Yevropa ittifoqiga kirish darvozasi bo'lib qoldi dedi. Ministr Kocher o'zining Xitoy fan texnika ministri Yin Xechuan va sanoat va uchur texnikasi ministri Chin Guanglong bilan o'tkazilgan uchrashishlar haqida Türkiye taratqularının ziyaretini qabul qilganda yuqorqi so'zni aytgan.